Bugün sizler bilan men yana Davronbek Minecraft bo'lmoqdaman. Bugun men 13-qishloqda yetellar bilan gaplashib video olmoqchiman. Siz bo'lsa like bilan obuna, komment esdan chiqmasin. Like, obuna, komment meni ilhomlantiradi va menga ko'proq video olishimga yordam beradi. Va biz endi videoni boshlasak. Avvalo kech bo'lgan ekan, bir uxlab turmasak bo'lmaydi. Hayat endi biz nima deymiz, Samarqandga ketdik. Mana Samarqa ishlarimizni ham boshlaymiz. Mana endi boshlaymiz va hammasini merga topshiramiz. Bu yerda boshqa shekillar umuman ishlamaydi. Chunki bugun shekillar bayramga ketgan va ikkita qolgan. Chun men bu yerdagi hamma tomorqalarga qarab salom. Ardayimdek mana bunisida ozgina o'smay qolibdi. Bularni hammasini ekib chiqamiz. Mana hammasini hozir ekib chiqamiz. Mana like va obuna bosib qo'yinglar va albatta kommentariya. Men albatta hamma kommentariyani o'qib chiqaman. Mana nima edi? Va agar o'timda dila qildi. What the fuck? Yaramas, please meni senga. What the fuck? Merda uyga. Artifact. Qanaqa artifakt? Aytmoqchi, Davronbek Minecraft tepangda artifakt deb yozib qo'ygan ekanda. Xo'sh, bugun menga nimalarni olib kelding? Ularni olib keldim.
Kart ko'pligini bekilyapti. Mana. Endi biz salom artifak. Qanaqa artifakt aytmoqchi Davronbek? Bu yerda 2 kishi yashaysizlarmi? Ha. Hayır. Shularni ham ekamiz. Men bu yerda eng yaxshi ishlayotganim uchun menga oylikni 32 ta zumrad qilib beradi. Davronbek, meni agar otimni tozalab yubor. Mayli, tozalab qo'yamiz uni ham. Muncha debdi. Nima deysiz buni agar o'tiga? 13-chi qishloq. Video olmayman. Shekillar menga ish buyurib tashlayapti. Bu yerda aytmasa ham bo'ladi do'stlar. Ekamiz bularni hammasini. Men oylik oladigan ekanman. O'shaning uchun yaxshilab ishlayapman. Assalomu alaykum janob Mir. Salom beriladi. Mana sizga boshqa firmalardan aqliga 10 bitta chiqdimi? Yaramas. Seni qishloqdan bo'shatib beraman. Ham qarab tur. Demang. Shunday. Nimagadir boshqa shakllar ko'rinmayapti. Bayram ketgan bo'lsa kerak. Meni qo'shnim ham ko'rinmayapti. Nimagadir uydamikan? Yo'q, do'stlar uyda yo'q. Ko'ramiz. Sandig'imda kerakmas narsalar ko'payib ketibdi. Har doimgidek 13-chi qishloqda har bala bo'lib yuradi. Yana nimaga kelding? Meni asabimni buzding. Uyingni bo'shatib qo'y. Men qayerda yashayman? Men bilmayman. Uyingni bo'shatib qo'y. Men umuman bilmayman. Men qayerda yashayman? Men bilmayman. 32 ta zumradingni odam yo'qolmayapti. Mayli. Ko'z-ko'zga tushganda uchrashamiz lekin. Balada ham uchrashmaysan. Men 32 ta oldim. Hal qarab turing. Men sizni ketaman hali. Hal ko'ramiz. Do'stlar, endi narsalarimni olib berdim, ketishim kerak. Shunchalar ham omadsiz. O'zimga kerakli hamma narsalarim avvalday 13-chi qishloqda endi birinchi videoyimni olgan paytimda xuddi shunday bo'lib yuribdi. Mayli, men bilan ko'z-ko'zga tushganda uchrashamiz. Do'stlar,
Sandıqda menga kerakli narsalar qolmadi. Shu narsalarimni ham olib qo'yishim kerak. Balki men uyimga boshqasini olib kelayotgandir. Kim biladi? Ha do'stlar.